34 yil kutgan o'yinimiz o'z yakuniga yetdi. O'zbekiston milliy terma jamoasi afsuski Kolumbiyaga 3-1 hisobida mag'lubiyatga uchradi. Umuman olganda yuqoridan mana shu o'yinni tahlil qiladigan bo'lsak, terma jamoamizni ko'klarga ko'tarib ham bo'lmaydi, lekin u qadar qattiq tanqid ham qilish noo'rin deb hisoblayman. Chunki ko'rdingiz, baribir yigitlarda birinchi taymda, keyinchalik o'yinning 70-daqiqasigacha qandaydir hayajon borligi sezildi. Ana undan keyin biroz bo'lsa-da yigitlarimiz o'ziga keldi va birin-ketin hujumlar uyushtirishni boshladi. Abbosbek Fayzullayev O'zbekiston milliy terma jamoasi tarixiga kirdi. U jahon chempionatida terma jamoamiz safida gol urgan ilk futbolchiga aylandi. Nima ham derdik, birinchi turda ko'pchilik kutganda durang natija qayd etilsa ham biz uchun bayram bo'ladi deb, lekin afsuski biz mag'lubiyatga uchradik. Ikkinchi turda esa bizni Portugaliya kutmoqda. Bu o'yin ham Kolumbiya bilan bo'lganidek juda ham qiyin bo'lishi aniq. Ana undan keyin esa Kongo. Terma jamoamizga omad tilaymiz. Bu yog'i voqealar rivoji juda ham qizg'in tus olmoqda va umid qilamizki, balkim va yaxshi niyat qilamiz terma jamoamiz guruhdan chiqishiga. Alloh O'zbekiston nasib etsin.